Asosan infeksiyani tashish manbai bu erkak kishi. Bir kunlik chaqaloqni ham operatsiya qilgansiz. Yiliga 700 tacha operatsiya qilamiz. Biologik klapan cho'chqaning yurak klapanidan tayyorlanadi deyshadi, shu rostmi? Sizning operatsiyangizning narxi qanchadan? Faqat yurak ko'chirib o'tkazishdan tashqari qolgan hamma turdagi operatsiyalarni operatsiya qilamiz, hammasi. Operatsiya uchun mablag'i yo'q ota-onalar kimga va qayerga murojaat qilishlari mumkin? Bu yurakni juda ham tez ishdan chiqarib tashlaydi. Homilani to'xtatishga biza ko'rsatma beramiz. Ota-onalar farzandida nuqson borligini qanday aniqlashlari mumkin? 150 ming, 200 ming dollar turadi. Ota-onalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? O'shancha yaqin qarindoshdan mumkin emas. Nuqsonlarni 99% davolasa bo'ladi. Ko'zga ko'rinmagan qahramonlarni ko'rsatamiz. Clinics.uz sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun Clinics.uzda ko'zga ko'rinmagan qahramonlarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni bolalar kardioxirurgi Nodir Ibragimov Shabaterovich. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nodir aka. Rahmat. Tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Rahmat. Bugungi intervyuda nimalarni kutyapsiz? Bolalarni tug'ma yurak nuqsonlari to'g'risida ko'proq ma'lumot berish, xalqqa tushunmagan savollarga javob berish. O'zbekistonda o'zi necha foizni tashkil qiladi aynan mana shu yurak xastaliklari bilan kasallanadigan bolalar? Statistika bo'yicha yiliga 1% jon bolalar tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'iladi. Mana oxirgi yilgi statistika bo'yicha bir yilda 6000 tadan 8000 tagacha bola tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilyapti. Qanday qilib ota-onalar bolalarda mana shu xastalik borligini erta aniqlashlari mumkin? Eng ko'p birinchi skriningda tug'ilishdan oldin eng ko'p topiladigan holat bu o'sha homilador ayollar skrining qilganda ko'rinadi. Keyin tug'ilgandan keyin hamma bolalarni protokol bo'yicha ekokardiografiya diagnostik usulida tekshirish kerak bo'ladi. Hamma nuqsonlar ham shovqin bilan yoki ko'karish bilan tug'ilmaydi. Nuqsonlarning turiga qarab shovqinsizlari ham bo'ladi, umuman bilinmaydiganlari ham bo'ladi. Ularni faqatgina tekshirganda ma'lum bo'ladi. Sistolik shovqin nima degani? U tushuntirib bering keyinroq. Har qanday normada shovqin hech qanaqa sistolik shovqin bo'lmaydi. Bu patologiya paytida qon defekt orqali o'sha yurakda ichida teshik yoki qanaqadir nuqson orqali o'tayotganda turbulentniy potok deydi. Turbulensiya hisobiga shovqin beradi yoki klapan torayishida ham kuzatiladi bu narsa. Har bitta qonni o'sha turbulent harakati yurakning ichidagi shovqin kelib chiqadi, shovqin chaqiradi. Bu yurakda qanaqadir patologik jarayon borligidan dalolat beradi. Shovqinni обычно auskultativni o'sha fonendoskop bilan eshitiladi. Tushunarli. O'zi asosiy sabablari nima? Mana shu bolalarning yurak kasalliklari bilan tug'ilishi asosiy sabablari. Eng ko'p uchraydigan savollardan bittasi ota-onalar nima qilishi kerak mana shunday kasallikka uchramasligi uchun bolasini? Butun dunyoda именно mana bu sabab deb haligacha точно aytilmagan. Chunki uning sabablari ko'p. Masalan, eng ko'p uchraydigan sabab bu otani yoki onani oldinga o'tkazgan shamollash alomatlari yoki torch infeksiyalar deymiz, har xil virusli infeksiyalar bor, skrit infeksiyalar bor. Yashirin infeksiyalar. Keyin yana ko'p uchraydigan holatlardan bittasi bu yaqin qarindoshlik. Keyin onani o'sha birinchi 3 oyligida asrab avaylamaslik, ko'p o'sha og'ir mehnatlar, keyin ekologiya juda katta rol o'ynaydi. Oxirgi paytda juda ham shu ekologiya hisobiga Toshkent shahrida oldin o'zi tug'ma yurak nuqsonlari kam tug'ilardi. Hozirgi oxirgi paytda statistika bo'yicha ham tug'ma yurak nuqsoni tug'ilish soni ham oshgan Toshkent shahrida ham. Bu hammasi shu ekologiya yomonlashayotganidan darak beradi. Tug'ma yurak nuqsonlari o'zi nomi bilan tug'ma yurak. Bu degani keyingi farzandlar nuqson bilan tug'iladi degani emas. Birinchi o'sha onani qornida homiladorlikning birinchi 3 oyligi, birinchi trimestri deymiz. O'sha birinchi trimestrda yurak o'pka sistemasi rivojlanayotganda noto'g'ri rivojlanib qoladi. Shuni hisobiga tug'ma yurak nuqsoni kelib chiqadi. Hozir ham mana bizda bo'limimizda bolacha yotibdi, egizaklar, kattasida nuqson yo'q, kichkinasida nuqson bor. Bu qondan qonga ko'pchilik so'raydi. Ayb kimda? Tam kelishadi, ayb otadami, ayb onadami? Yo'q, unaqa narsa yo'q. 50-50. Bola 50% genni onadan oladi, 50% genni otadan oladi. O'shaning uchun tug'ma yurak nuqsonlar kelib chiqish sababchisi ota-ona bir xilda.
keyin bu holatni davolagandan keyin keyingi homilador bo'lishdan oldin ota ham ona ham yaxshilab tekshiruvdan o'tib davolanib olishsa keyingi farzandli 100% sog'lom tug'ilish ehtimoli 100%. Genetik tomonlama ham o'tishi mumkin. U o'zi xromosomli kasalliklar bor. Обычно eng ko'p uchraydigani Down sindromi. Down sindromi bilan tug'ilgan bolalarni 80% dan oshig'i tug'ma yurak nuqsoni, og'ir tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'iladi. Bu kam holatda uchraydi. Bu asosan bizni qiladigan operatsiyalar o'zi вообще tug'ma yurak nuqsoni bilan olib kelingan bolalarni 90-95% hammasi genetik soppa-sog' bolalar. Faqat yuragida nuqsoni bor. Yuragini davolasa boshqa bolalarga o'xshab sog'lom yuraveradi. Deylik, onani homiladorlik vaqtida bolani yuragida demak xastalik borligi aniqlandi. O'zi orqali. Uni davolash mumkinmi? Nuqsonni turiga qarab. Tug'ma yurak nuqsonlar bu общий nomi, umumiy nomi. Uni turi ko'p, 100 dan oshiq turi bor, bir-biriga qo'shilib keladi, og'ir holatlar bo'ladi. Juda ham og'ir holatlari bor. Unda homilani to'xtatishga biz ko'rsatma beramiz. Bu kam holatlarda uchraydi. Nuqsonlarni 99%ni davolasa bo'ladi, to'g'rilasa bo'ladi, faqatgina to'g'ri yondashib, vaqtida harakat qilish kerak bo'ladi. Ota-onalar farzandlarini o'ziga qachon olib borishlari kerak? Hech qanaqa shikoyatlar bo'lmasa, 1 yilda bir marta o'zi bolani tekshiruvdan o'tkazib qo'yish kerak. Pediatr auskultativni eshitib, ko'rib, yuragini echo qildirib, echo qildirilganda masalan bir marta yaxshi chiqdimi, boshqa echo qildirish shart emas bolani. Hayotida bir marta baribir echo qildirib qo'yish kerak, kardiografiya. Chunki nuqsoni bor bolada sras chiqadi. Agar nuqsoni bo'lmasa, kelajakda u tug'ma yurak nuqsoni bo'lib qolmaydi bola. Tug'ilganda o'sha bir marta tekshirtirib qo'yilsa, o'zligi ham xotirjam bo'lishadi. Asabning buzilishida yoki ona homiladorlik paytida siqilishdan, asabiylashdan ham bolaga mana shunday kasallik o'tishi mumkinmi? O'tishi mumkin. Bu ham eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi. O'sha aytganimizdek, birinchi 3 oyligida onani juda ham kuchli asrab avaylash kerak. Chunki eng glavniy hamma kerakli organlar birinchi 3 oylikda rivojlanadi, keyin faqat kattalashadi. Birinchi 3 oyligida o'sha yurak, o'pka, miya sistema hammasi rivojlanishni boshlaydi. O'sha payt noto'g'ri rivojlanib qolish kerak emas. Keyin qolgan o'sha 6 oy davomida bola faqatgina o'sib boradi. Ves yig'ib boradi onaning qonida. O'shanda birinchi 3 oyligida to'g'ri onaga yaxshi sharoit yaratib, to'g'ri yondashilsa, bola xolos sog'lom tug'iladi. Bolalarni operatsiya ham qilasiz o'zingiz. Necha yoshdan boshlanadi operatsiyalar? Va necha yoshli bolani eng kichkinasi operatsiya qilgansiz? Tug'ma yurak nuqsonlari kritik ichida o'sha nuqson turiga qarab kritiskiy deymiz, kritiskiy porog serдца bu tug'ilishi bilan qilinish kerak bo'lgan nuqsonlar. Bu transpozitsiya magistralных сосудов deymiz, aorta bilan o'pka qon tomir joyini almashib qolgan, korektatsiya aortani pastki tomoniga yopilib qolishi, o'pka venalari noto'g'ri joyga tushib qolishi yoki atreziya, yurakdan o'pkaga chiqish qismi yo'q, faqatgina bitta qon tomir ochuv turadi, u ham vaqtincha ishlab turadi. O'sha bolaning hayotini saqlab qolish uchun unaqa bolalarni bir kundan boshlab operatsiyaga olamiz. Nuqsonni turiga qarab. Bir kunlik chaqaloqni ham operatsiya qilgansiz. Qilganmiz. Muvaffaqiyatli o'tgan. Da. U hammasi nuqson turiga qarab. Masalan, bir kunlikdan boshlab 1 yoshgacha o'zi 90% nuqsonlarni bartaraf qilish kerak, chunki faqatgina kutiladigan bo'lsa, faqatgina asorati oshib boraveradi. Siz demak, chaqaloqlardan boshlab 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarni operatsiya qilasiz. O'zi operatsiya jarayoni qanday o'tadi? Mana shular haqida kengroq gapirib o'tsangiz, balki ota-onalarga ham yurtdoshlarimizga ham foydali bo'lar. Tug'ma yurak nuqsonlari tug'ma yurak nuqsonlari 2 xil yo'l bilan operatsiya qilinadi. Ochuv usulda yoki yopiq usulda, nuqsonni turiga qarab yana. Yopiq usulda qilinadigan bu endovaskulyar yo'l bilan tomirdan kirib, kateter bilan teshiklar bo'lsa, teshik yopiladi yoki yopilmay qolgan qon tomir bo'lsa, spiral yoki okklyuder deymiz, o'shalar bilan yopib chiqib ketish mumkin. Bu nuqsonlarni где-то bir 10% ni tashkil qiladi. Qolgan 90% tug'ma yurak nuqsonlari ochuv holda qilinadi. Именно o'sha teshikni ham joylashgan joyiga, turiga qarab yoki qon tomirlari o'zgargan, klapanli yetishmovchilik yoki klapan yasash kerak bo'ladi, yurakdan o'pkaga chiqish qismi yo'q, uni yasash kerak.
bu holatlarda hammasi ochuv holda, yurakni to'xtatgan holda, yurakni sun'iy qonlanish apparatiga ulab, o'sha asosiy etap paytimizda yurak o'pka to'xtagan holatda sun'iy qonlanish apparatiga ulab turib, ochib, qondan bo'shatib yurakni nuqsonni bartaraf qilib, yana qonga to'lg'izib yurg'izib yuboriladi. Zamonaviy usullarda operatsiya qay darajada xavfsiz? Hozirgi kunda men o'zim Sampi, xalq tili bilan aytganda Sampi klinikasida kardioxirurgiya rahbariman. Bizda yiliga 700 tacha operatsiya qilamiz. O'sha bir kunlikdan boshlab tug'ilgan bolalarni operatsiya qilamiz. Yiliga 700 tacha, oxirgi ko'rsatkichimiz, o'lim ko'rsatkichimiz 204%. O'zbekistondagi eng og'ir bolalar murojaat qiladi bizga. 204% bu butun dunyodagi eng yaxshi klinikalar bilan bir xil hisoblanadi. Baribir hamma operatsiyada xavf-xatar bor. Oddiy tirnoq kesishda ham, oddiy burun operatsiyasi deymiz yoki internetda ko'p chiqadi, hozir ko'ryapmiz. Burun operatsiyasini, tomon operatsiyasini qildiruvdi yoki boshqa edi, nobud bo'lib qoldi, katta odammi, kichkina odam, bu jarrohlik amaliyoti. Qaysi organda qilishdan qat'iy nazar bu jarrohlik amaliyoti har doim o'ziga yarasha risk bilan kechadi. Narkoz paytida, qon quyish paytida, dorilarga reaksiya, operatsiyaga qanaqa organizm javob beradi, operatsiyadan keyin reanimatsiya holatida qanaqa javob beradi, oldindan hech kim aytolmaydi. Lekin harakat qilamiz hammaga birdek yordam berishga. Xorijdan ham bolalarni olib kelishadimi O'zbekistonga? Eng ko'p keladigan bolalar Tojikiston, bizga ko'p. Markaziy Osiyo, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan ko'p keladi juda ham. O'tgan oyda Rossiyadan ikkita bola keldi. Rossiyadan kelgan bolalarni operatsiya qilamiz. Eng ko'pi Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'oniston ham. Afg'oniston ham ko'p keldi. Xorij tajribalari ham bo'ladimi faoliyatingizda? Xorijga chiqib, ularning operatsiyalarini o'rganib deylik. U bizning ishimizning bir qismi hisoblanadi. Kardioxirurgiya o'zi постоянно doimiy rivojlanishda. Постоянно onlayn konsultatsiyalarimiz bor. O'zimiz hammamiz chet elda o'qiganmiz, chet elda ishlaganmiz. Men o'zim Moskvada 8 yil o'sha yerda o'qiganman, o'sha yerda ishlaganman. Bakulevskiy sentr deyiladi. Yurak kardiyo jarrohligi bo'yicha katta sentr juda ham. O'sha yerda ishlab, o'sha yerda o'rganganman. 2017-yil prezidentimiz saylanganlaridan keyin chet eldagi vrachlarni chaqirish programmasi tuzilgandan keyin bizani chaqirishgan Toshkentga, qaytib kelganmiz. Meni hozirgi brigadamda bitta bolam bor, u Angliyada o'qigan, Angliyada ishlagan. Bitta bolam bor, u Koreyada o'qigan, Yujniy Koreyada. O'zimiz har yili chetga chiqamiz. Avstraliya bilan aloqamiz bor. Avstraliyada malaka oshirib kelganmiz. Yaponiya, Germaniya, yaqinda mana Balida bo'lgan bir oy oldin Balida Osiyo kardioxirurglarining konferensiyasida ikkita dokladimiz bo'ldi. Qilayotgan ishlarimiz bo'yicha, yangiliklarimiz bo'yicha ikkita doklad qildik. Muvaffaqiyatli o'tdi. O'tgan hafta Xitoyga borib, Xitoyda memorandum tuzib keldik. 10-oktyabrda xudo xolisa Xitoydagi mutaxassislar ham bizga kelishyapti. Совместный ishimiz juda ham ko'p. Portugaliyada o'tgan yil mana Portugaliyada konferensiyada doklad qilganmiz. O'zbekistonda mana shu qilayotgan ishlar bo'yicha butun dunyo bilan aloqamiz bor. Xudoga shukr. Yaxshi. Agar sir bo'lmasa, sizning operatsiyangizning narxi qancha turadi? Biz endi davlat bolnitsasi, bizda ikki xil yo'l bilan hozirgi kunda o'sha sug'urta deydi, tibbiy sug'urta pul to'lash bilan yotish mumkin. Tibbiy sug'urta bilan yotganda o'sha kam ta'minlangan oilalar mana shunaqalar tibbiy sug'urta beriladi. Ular operatsiyasi ham yotishi ham tekin. O'sha operatsiya ketadigan endi bir xil narsalar bor, ola olmaymiz. O'shalarni ota-onasiga aytamiz, olib beringlar deb. Shularni olib berishadi. Atak yotish operatsiyalar tekin. Tushunarli. Ko'p yurtdoshlarimizdan e'tirozlar bor. Ya'ni nima uchun davlat demak shifoxonalarida arzon, lekin xususiy klinikalarda juda qimmat. 40 million, 50 million bo'lishi mumkin. Sababi nima deb o'ylaysiz? Mana qarang, 40 millionlik operatsiya o'zi, men tushunaman, chunki men o'zim ham частный klinikada ishlaganman, faoliyat yuritganman. Частный o'zi tug'ma nuqsonlari o'zi eng qimmat operatsiyalar hisoblanadi. 40 million bu hali qimmat emas. Chunki chet elda, mana Moskvada допустим $10,000.
kardioxirurgiyani operatsiyalari 10 ming dollardan boshlanadi. Dollarda hisoblaydigan bo'lsak, Yevropada 50 ming dollardan boshlanadi. Amerikada 150 ming dollardan qimmat. Nimaga desangiz, operatsiyaga endi o'ttiz ularni o'zini puli ham bor, lekin masalan O'zbekistonda oladigan bo'lsak 40 millionlik operatsiyani 20 millioni faqatgina yetishmaydigan o'sha operatsiya ketadigan narsalar ketadi. O'sha sun'iy qonlanish apparati, oksigenator deymiz, uni filtri bor, pochkani vazifasini bajaradi. Operatsiya paytida faqatgina yurakni o'pgan emas, u pochkaning vazifasini bajarib, ham qondagi ortiqcha suyuqlikni filtrlab ham berish kerak. Shularning o'zi hozirgi kunda где-то bir 9-10 millionga aylanadi. Qolgan iplar, boshqalar hamma narsa одноразовый bitta ishlatiladi, tashlab yuboriladi. Kardioxirurgiya shu o'zi qimmat jarayon hisoblanadi. O'sha 40 millionni teng yarmi faqatgina operatsiya kuni o'sha operatsiya ketadigan narsalar o'ziga kirib ketadi. Qolgan 20 millioni endi частный klinikalar baribir odam ishlatadi, u yerda ko'pchilik ishlaydi. O'zi частный klinika bu biznes. To'g'ri. Haqiqatdan ham anaqasiga berish kerak. To'g'ri. O'zbekistonda ancha arzon deb o'ylayman, chunki mana xorijlarda eshitaman, o'zim ham borganman, ko'rganman, qiziqaman, juda qimmat ularda. Bizdan 2-3 baravar qimmat. O'zbekistonda baribir tibbiyot sohasida ozgina imkoniyat bor, sharoit bor. Operatsiyadan so'ng bolalar qancha vaqtda sog'ayib ketishadi? Hammasi yaxshi bo'lsa, ertasi kuni oyisiga beramiz o'zi, обычно bolalarni. Mana operatsiya qilib chiqamiz, 2-3 soat uxlaydi, keyin holatiga qarab qon analizlarimiz bor. Endi uxlayotgan bolani davleniyasi yaxshi bo'lishi mumkin, siyishlari yaxshi bo'lishi mumkin, lekin yurak o'pka bizda yurakda ishlaganimiz shu yurak o'pka birga ishlaydi, bitta organ hisoblanadi. O'pkani holati qanaqa, uyg'onayotganda qanchalik operatsiyaga muvaffaqiyatli bo'ldi, o'shani bilishimiz uchun analizlarimiz bor. Qonni olib turamiz. Qondagi gazni anaqasi bor. Gazni sostavi bor. O'sha bo'yicha ko'rib, agar yaxshi bo'lsa, dalshani uyg'otib, kechga borib uyg'otsak, ertalab oyisiga beramiz obычно. Operatsiyadan keyin bolalar sport bilan shug'ullanishi mumkinmi? Da. Mumkin. 1 yildan keyin sport bilan shug'ullanishga ruxsat beramiz. 1 yildan keyin. Da, endi bizda asosan chaqaloqlar atak o'zi operatsiyadan keyin 1 yildan keyin sport bilan shug'ullanish mumkin. Eng yaxshi sport turi yurak nuqsonlari bilan operatsiya bo'lgan bolalarni shug'ullanish kerak bo'lgan sport turi bu suzish. Yurakga ham yaxshi, anaqa nagruska planaverna deydi, hamma yoqqa bir xildek tushadi. Eng yaxshisi suzish. Ota-onalarga har doim aytamiz, suzishga beringlar bolalarni, 1 yildan keyin bemalol suzishga bersanglar bo'ladi. Sog'liq uchun ham foydali. Juda ham foydali. Yurakka qo'yilgan stent yoki klapan qancha vaqt xizmat qiladi? Endi stent asosan kattalarda qo'yiladi. O'sha IBS deymiz, ishemический болезнь сердца, infarkt oldik anaqalarida stent qo'yiladi. Stent dorilarni ichib tursa, hozir u stentlar ham juda ham rivojlanib ketgan. Ichida o'zi pokritiyasi bor. Dori sloyi bor ichida stentlarning. Oldin stentlar tez yopilib qolardi, hozir unaqa emas. Dorilarni ichib tursa, stent praktiski yopilmaydi. Klapanlar ish faoliyati bor o'zini. 2 xil klapanlar bor. Biologический klapan deydi. Bu o'sha biomateriallardan yasalgan klapan, и mexanический. U o'sha metalldan yasalgan klapan. Biologический klapanni ish faoliyati kamroq. Endi hamma kompaniyalar 8-10 yil deb beradi o'rtacha, atak o'zi o'rtacha 5 yildan 8 yilgacha yaxshi ishlaydi biologik klapan. Uni keyin almashtirish kerak bo'ladi, chunki kalsinatsiya boshlanadi, u baribir yot narsa. Biologik klapanni asosan biz qizlarga qo'yamiz. Agar klapan almashtirish kerak bo'lib qolsa, qizlarga qo'yamiz. Birinchi navbatda turmush qurib farzandli bo'lishiga kerak. Biologik klapan qo'yilsa, bemorlarimizni qonni suyultiradigan dorilar ichmaydi. O'shaning uchun bemalol homilador bo'lib farzandli bo'lishga yo'l beradi. O'sha 8-10 yil davomida turmush qurib, qachab 2 ta farzandli bo'lsa, keyin butun umrga mexanik klapan qo'yamiz deb aytamiz. Tushunarli. Bu hammasi patsientga, ota-onasini tanloviga bog'liq. Nodir aka, xalq orasida bir gap yuradi. Aynan biologik klapan cho'chqaning yurak klapanidan tayyorlanadi deyshadi, shu rostmi? Yo'q, bu narsa to'g'ri emas. Lekin meditsinada cho'chqa katta rol o'ynaydi. Nega odamlar adashtirishadi? Chunki yurakni operatsiyalari yoki ko'p operatsiyalar o'zi eksperimentalniy holatda
o'ylab topilib qilinayotganda birinchi o'rinda cho'chqada qilinadi. Chunki cho'chqani yuragi, cho'chqani o'sha organlari odamni organlariga eng yaqin hisoblanadi. O'shani hisobiga odamlar bu narsani adashtirishadi. Butun dunyoda klapanlar, biologik klapanlar yoki biologik qon tomirlar, yurakni yopish kerak bo'lgan zaplata deymiz, o'sha biologik zaplatalar hammasi o'sha sigir mollarni yuragidagi klapanidan yoki o'sha biomaterialdan olib qilinadi. Cho'chqadan qilinmaydi. Undan xavotir olish kerak emas. Assalomu alaykum, Klinik SUS. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Klinik SUS, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. Yaxshi kelib qo'ya olasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера Olib bera olasizmi? Assalomu У вас есть alaykum. невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы. Bolalarda operatsiya qilish uchun eng qulay yosh qaysi? Yoshini ahamiyati yo'q. Nuqsonni turiga qaraymiz. Har doim aytamiz. Vaznni ahamiyati ham bormi? Vaznni ham ahamiyati yo'q. O'tgan yili 11 kunlik donoshirniy bolani operatsiyaga oldik. 2 kiloyu 100 gramm edi bola. Qilmasa bo'lmaydigan holat edi. 6 oydan keyin keldi, u bola operatsiyadan yaxshi chiqdi, xudoga shukr. 6 oydan keyin keldi, 8 kilo bola. Уже. Vesi umuman ahamiyati yo'q, vazndan ahamiyati yo'q. Faqatgina o'pkani holati, nuqson nasorati, har bitta nuqsonni qachon operatsiya qilish kerak. Shu asosan eng yaxshi payt 1 kunligidan boshlab 1 yoshgacha. Hamma nuqsonlar. Nima nuqson bo'lishiga qaramasdan, og'ir nuqsonlar bor, 1-2 kunligida, 10 kunligida qilamiz. Yana nuqsonlar bor, 1 oyligida qilishimiz kerak deymiz. Qanaqadir nuqsonlar bor, turi ko'p nuqsonlarni 3 oyda deymiz, 6 oyda deymiz, 1 yoshgacha tug'meriy nuqsonlarni hammasini bartaraf qilish kerak. 1 yoshgacha. 1 yoshgacha eng yaxshi Keyin payt yaxshilanib hisoblanadi. ketadi. Keyin yaxshilanib ketadi. Bolalardagi stress va xavotir yurakka qanchalik ta'sir qiladi? Endi yuragiga ta'sir qilmaydi. Bolalarning o'z yuragi, sog'lom bolalarning yuragi juda ham baquvvat. O'z yurak bu butun umr tinmay ishlab beradigan organ. O'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlarning yuragi minutiga 160 marta uradi. Keyin bola o'sgan sari 130 ga tushadi, 120 ga tushadi, katta bo'lgandan keyin o'sha 80-70 larga tushadi. Bu stress holatlari kelajakda qanaqadir belgi berish mumkin. O'sha katta bo'lganda, hozir bolalarda zapas ko'p, katta bo'lgandan keyin o'sha 50, 60, 40 yoshdan keyin bilinishi mumkin. Lekin endi energetiklar bu boshqa masala. Bolalarni hozir juda ham o'sha maktab o'quvchilarida yoki institutda yoki talabalarda shu energetik ko'p iste'mol qilish holatlari kuzatilyapti. Bu juda ham yomon narsa. Bu yurakni juda ham tez ishdan chiqarib tashlaydi. Chunki yurak sikl bo'yicha ishlaydi. Yugurganda tezlashadi, uxlayotganda sekinlashadi, xotirjam o'tirganda sekinlashadi. Organizmni kislorodga talabiga qarab yurak yo tezlashadi, yo sekinlashadi. Energetik bilan bizni yurakni sekin paytida ham tez urib berishiga, yurakni majbur qilishga, tezroq harakat qilishga majbur qiladi energetiklar. Bu narsalar lekin yurakni haqiqatan tez ishdan chiqaradi. Yurak transplantatsiyasi bolalarda amalga oshiriladimi? Bolalarda amalga oshiriladi dunyo miqyosida. Bu juda ham kam holatlarda uchraydi. O'zbekistonda hali transplantatsiyaga ruxsat yo'q. Yurak transplantatsiyasi kattalarda ham, bolalarda ham. Eng katta muammo bu donor. Kichkina bolalarda katta yurakni qo'ya olmaymiz, chunki joy kichkina ko'krak qafasida. Kichkina donor bolani topish juda ham masala. O'shaning uchun tug'meriy вообще yurakni kattalarda ham, kichkinalarda ham bu butun dunyoda eng katta problemalardan bittasi bu yurak almashtirish operatsiyasi. Dunyoda bolalarda aynan kardioxirurgiyasida qanday yangi texnologiyalar o'ylab topilyapti? Yangi texnologiyalar bu o'sha bor mavjud bo'lgan apparatlarni takomillashtirish birinchi o'chirtda. Hozirgi kunda mini dostуп bilan operatsiyalarimiz ko'p. Oldindagi полностью ochmaymiz. O'sha ko'krak qafasini 3-4 sm kichkina razrezlar bilan qilamiz. Bu yangi
o'ylab topilayotgan ishlar. Keyin kichkina bolalarda oldin faqatgina tomirdan kirib yopish uchun, endovaskulyar yo'l bilan yopish uchun kattaroq kattaroq bo'lishini kutardik. Hozir как раз shuni hozir o'rganib yo'lga qo'yganmiz. Rentgenni tagida emas, faqat UZIni o'zida UZI apparatni qo'yib turib, yon tomondan kichkina razrez qilib, o'sha yopuv usulida kichkina 3 kilolik, 4 kilolik bolalarga ham o'sha okklyuderlarni qo'yish shu yo'nalishda hozir ishlayapmiz. Asosiy hozir qilinayotgan narsalar bu o'sha asosiy yengilliklarning hammasi bu оборудованияларni takomillashishi. O'sha sun'iy qonlanish apparatini maksimal fiziologik darajaga yetib borishi. O'sha davleniyasini, bosh miyada kislorod almashuvi, sun'iy qonlanish apparatiga ulaganimizda ko'rsatkichlarimiz ko'p. O'shalarni hammasini takomillashtirishga shunga qaratilgan hozir bu meditsinaning yo'nalishlari. Ota-onalar farzandida nuqson borligini qanday aniqlashlari mumkin? O'zi nuqsonlar turiga qarab katta gruppa ikkitaga bo'linadi. Ko'k deymiz, ko'k nuqsonlar. Bu o'sha bolalar tug'ilganidan ko'karib tug'iladi. Bularni bitta ko'rganingizda bilsangiz bo'ladi, da nuqsoni bor, ko'karib tug'ildi. Ikkinchi nuqson turlari bor. Bu naborot o'pkada ko'p bosim, o'pkada qonni hajmi juda ham ko'p. U bolalar siz bilan bizga o'xshab qip-qizil tug'iladi. Unaqa bolalarni eshitganda o'sha boya aytganimiz historichеский shum deymiz, shovqini hisobiga yoki bir xil nuqsonlarda shovqin ham eshitilmaydi. Unda faqatgina ekokardiografiya bo'yicha. Keyin nuqson bilan tug'ilgan bolalar ko'pincha ko'p shamollaydi. Ves yig'ishdan orqada qoladi. Ozgina shamollasa ham pnevmoniyaga o'tib ketib qoladi. Bola bezovta bo'ladi, juda ham ko'p yig'laydi. Boshqa bolalarga nisbatan baribir bezovtalik yoki o'sha rivojlanishdan orqada qolish holatlari ko'p uchraydi. Tushunarli. Bolalarda yurak xastaliklari bo'lmasligi uchun ota-onalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi navbatda erkak kishi ham, ayol kishi ham o'zini asrash kerak. U gigiyena. Keyin ko'p mana o'zbekchilik endi kelishadi, nuqson bilan yotqizamiz. Qiz tomon keladi, ayb kimda, qudachilik bir-biriga mana shu holatlarni ko'p ko'rganmiz. Bir-biriga to'nkash boshlashadi. Ayb kelinimda deydi, bu yoqlar keladi, ayb kuyovimda deydi. O'sha asosan infeksiya tashiydigan, asosan infeksiyani tashish manbai bu erkak kishi. O'shaning uchun ayolni ayblashdan oldin, sen menga nuqsoni bor bola tug'ding deyishdan oldin birinchi bo'lib erkak kishi o'zi qatlada yurganini, kimlar bilan yurganini, nima ish qilib yurganini bitta eslab ko'rish kerak. Bizning mentalitetimizda ayollarimiz ichmaydi, chakmaydi. Bizning mentalitetimizda or nomus degan narsalar bor. Bu chet elda masalan bilmaysiz, ayol kishi, erkak kishi bir xilda hayot kechiradi. Bizning mentalitet boshqacha. O'zbekistonda Xudoga shukr deymiz bu narsaga. Shunaqa qilib bizani tarbiya qilishganiga. O'shaning uchun ayolni ayblashdan oldin bu butun O'zbekistonga hozir nima deydi? Ko'pchiligi bilsa yaxshi bo'lardi. Hamma narsani kelinni to'kashdan oldin, hamma narsani oldin bu yoq tomonni tangani ikkinchi tomonni ham ko'rish kerak. Uyga infeksiya olib keladigan, uyga o'sha to'rch infeksiyalarni yoki skriptik har xil infeksiyalarni bitta nuqson, yurak nuqsoni emas, boshqa nuqsonlar bilan ham tug'ilishi mumkin bola. Ichida problemalar bo'lishi mumkin, pochkada, miyada, har xil organda muammo bo'lishi mumkin. Shularning asosiy sababchisi erkak kishi. Ayol kishiga erkak kishidan yuqadi asosan. Tushunarli. O'shaning uchun birinchi navbatda xalqimizni kelajagi bo'lgan farzandlarimizni sog'lom dunyoga keltirishga hissasini qo'shayotgan onalarni, kelinlarni asrab avaylash kerak. Eng g'alabisi shu. Sizni qabulingizga qanday farzandini qaysi kasalliklar bilan ko'proq kelishadi? Turlari bilan. Og'ir bizga endi Toshkentga eng og'ir bolalar keladi o'zi butun O'zbekistonda. Yengilroq bolalar, yoshi kattaroq bolalarni viloyatlarda ham juda ham yaxshi operatsiya qilishyapti. Eng og'ir bolalar Toshkentga keladi. Обычно o'zi oldindan shunaqa. Eng ko'p ota-onalarda eng katta muammoli savol bu o'sha operatsiyaga nech pul ketadi? Bolam qanaqa chiqadi operatsiyadan? Ko'pchilikni baribir moddiy tomoni ham qiziqtiradi. Keyin
yana ko'p muammolar bu bolamiz kelajakda qanaqa katta bo'ladi, operatsiyadan yaxshi o'tadimi? Chunki nuqsoni bor bolalar ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, tug'ma nuqsoni bor, operatsiya bo'lgan, lekin bu bola hali ham nima deydi, sog'lom emas bola deb o'ylashadi. Tug'ma nuqsonlarning operatsiyasidan keyin hamma bolalarimiz butunlay sog'lom bo'lib ketadi. Qizlar ham masalan qiz bola tug'ildi, nuqsoni bilan tug'ildi. Nuqsonni bartaraf qildik. Kelajakda katta bo'lib, turmush qurib, farzandli bo'lib, sog'lom farzand bo'lish ehtimoli 100%. Bu degani kimdir qachondir yuragida operatsiya bo'ldi, endi uni bolalari nuqson bilan tug'iladi degani emas. Umuman unaqa emas. Masalan, appendist bo'lgan qizlarni hech kim so'ramaydi, nega appendist bo'lgandi. Xuddi shunaqa narsa-da, masalan, yurakda muammo bilan tug'ilgan. Vaqtida hal qilindi, bo'ldi. Uni bolalari keyin bu farzandlarimiz katta bo'lgandan keyin o'g'il bolalar ham, qizlar ham keyingi farzandlari nuqson bilan tug'iladi degani emas. Absolyutno sog'lom bolalar bo'lib katta bo'lishadi. Inshaalloh katta bo'lib, o'sha turmush qurgandan keyin soppa-sog' farzand ko'rishadi xolos. Hozir moddiy tomonni gapirib o'tdingiz. Operatsiya uchun mablag'i yo'q ota-onalar kimga va qayerga murojaat qilishlari mumkin? Fondlar bormi? Fondlar ko'p. Biz mana Sampi klinikasida kardioxirurgiya bo'limida biz ancha yildan beri Mehrli qo'llar fondi bilan ishlaymiz. Keyin vaqf fondi bilan ham aktivni ishlaymiz. Hozir 1,5 yildan beri ijtimoiy himoya agentligi bizga juda ham katta yordam berishyapti. Klik kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Klik kompaniyasini inson uchun platformasi bor. Ijtimoiy himoya agentligi, Mehrli qo'llar fondi, Klik kompaniyasi, Sampida o'sha Tashpo'mey klinikasining kardioxirurgiya bo'limi shu yordamga muhtoj qiynalgan oilalarga biz butunlay bepul operatsiya qilib beramiz. Operatsiya ketadigan boshqa yetishmaydigan narsalarning hammasini o'sha fond orqali, Klik kompaniya, ijtimoiy himoya agentligi fondlar orqali hammasini olib beramiz. Keyin homiylarimiz ham ko'p. Bir xillarda shunaqa bo'lib qoladi, 4 ta 5 ta yoki 10 tacha bola yig'ilib qoladi. Blogerlarni chaqiramiz, bir xillarda ko'p holatlarda blogerlarga ham yordam so'rab telefon qilamiz. Ular ham jon deb kelishadi, ko'rib, bolalarni videoga olib, o'sha xalqdan pul yig'ib berishadi. Keyin o'zi ko'pchilik o'z bir oyda bitta ikkita odam telefon qilib turadi. Qiynalgan oila bormi, qiynalgan bolalar bormi, Nodir aka yordam beraylik deb. Unaqa juda ham ko'p. Unaqa holatlar yiliga bir 200 tacha bolani mana shunaqa bepul. Umuman hamma narsasiga, o'sha operatsiya ketadigan narsasigacha olib qilib beramiz. Zo'r, bu zo'r. Hamma nuqsonlarni ham operatsiya qilish shartmi? Hamma nuqsonlarni ham qilish shart emas. Avalniy okno deymiz. Bu avalniy okno o'zi nuqson emas, tug'ilgandan keyin yopilmay qolsa u nuqsonga aylanadi. Bu degani onaning qornida u ochiq turadi o'zi, ikkita bo'lmachalar o'rtasida teshik, bu ochiq turadi. Bola tug'ilgandan keyin yopilishi kerak. Onaning qornida o'pka nafas olmaydi, lekin o'pka rivojlanishi kerak. O'shaning uchun bu narsa ochiq turadi. U tug'ilgandan keyin yopilishi kerak, bir xilda yopilmay qoladi. Yopilmay qolgandan keyin bu normadan nuqsonga aylanadi. Lekin uni ham kutamiz. Ko'p holatlarda 6 oy yoki 1 yoshgacha bu narsa yopilib ketadi. Avalniy okno именно. Keyin ochiq arterial yo'li deydi, открытый артериальный проток. Bu ham onaning qornida o'pka rivojlanishi uchun kerak. Tug'ilgandan keyin yopilishi kerak bo'lgan holat bir xilda yopilmay qoladi. Bu yopilmasa 3 oy, 4 oy kutiladi, bo'lmasam yopish kerak uni. U обязательно yopish kerak, chunki o'pkani ishdan chiqarib tashlaydi. Endi ikkita qorinchalar o'rtasida teshik bor, bir xil teshiklar bor. Yurakni eng tagida joylashgan, mushaklarning orasida joylashgan bo'ladi. Uni kutamiz, har doim aytamiz, uni kutamiz deb, chunki u ochganingizda ham topa olmaysiz. Birinchidan, ikkinchidan u yurak ishga, anaqa yurak kattalashib bola o'sgan sari mushaklar ham kengaygandan keyin yopilish ehtimoli katta uni. Qolgan 98-99% holatlarda qolgan nuqsonlar hammasini bartaraf qilish kerak. Kutish kerak emas. Kutganimiz sari asorat oshib boradi. Asorat oshyapti degani bu operatsiyada o'lim xavfi, reanimatsiyada o'lim xavfi oshyapti degani. Bu biza vrachlarga keyin bolaga qiyinchilik tug'diradi bu narsa faqat. Bolalarda yurak xastaligini vaqtida aniqlashmasa, keyinchalik qanday asoratlar bo'lishi mumkin? O'pkada qon bosimi oshishi eng ko'p uchraydigan asoratlardan bittasi bu o'pkada qon bosimi oshishi. Chunki ko'karib tug'iladigan, o'pkaga kam qon boradigan nuqsonlarni tug'ilishi bilan bilishadi.
tug'ildi, ko'kardi, значит, сразу давай kardioxirurg ko'rsin, ekokardiografiya qilaylik, tekshiraylik bo'ladi. O'sha именно o'pkada qon bosim baland bo'lib tug'iladigan bolalarda o'tkazib yuboriladi ko'pincha. Bu o'pka ishdan chiqadi. Yurak, o'zi hech o'ylab ko'rganmiz, yurak nimaga kerakligini. Yurak bu organizm bilan o'pkani o'rtasidagi oraliq organ. Yurakning vazifasi organizm bilan o'pkani bog'laydi. Organizmdan kislorod yo'q qonni qabul qilib oladi, o'pkaga chiqarib yuboradi. Nafas olganimizda u qon kislorodga to'yinadi, ikkala o'pkadan yana faqat yurakka qaytib keladi. Chap tomoniga. Uni organizmga berib yuboradi. Yurakning boshqa vazifasi yo'q. Teshik bo'lsa, har xil joyda katta kichkina teshiklar bo'lsa, o'pkadan qaytgan qon teshik orqali yana qayta o'pkaga kirib ketaveradi. O'shani hisobiga o'pka ishdan chiqadi. O'pkada qon bosimi ko'tarilib boradi, o'pka gipertenziyasi deymiz. Ota-onalarga ham har doim yurak to'g'risida gapirganimizda o'pkani gapiramiz. Ko'pchilik hayron bo'ladi, nega o'pkani gapiryapti deb. Yurakni operatsiya qilishimizdan maqsad o'pkani himoya qilish. Teshik bilan yurak 100 yoshgacha ham qisqaraveradi. Yurak umuman farqi yo'q. Teshik bor, teshik yo'q, ishlayveradi. Operatsiya qilishimizdan maqsad o'pkani himoya qilish. O'pkasi odam yashamaydi. O'shaning uchun tug'ma nuqsonlar 100% hammasi o'pkaga asorat beradi. O'pkani himoya qilib, bolaning hayotini saqlab qolish uchun yurakni operatsiya qilamiz. Yurak 3 ta kamera bo'lsa ham ishlayveradi, 2 ta kamera bo'lsa ham ishlayveradi. Teshik bor, teshik yo'q, farqi yo'q yuragiga. Faqat shu o'pka ishdan chiqadi. O'pkani himoya qilish kerak. O'shaning uchun operatsiya ko'rsatma ham, qarshi ko'rsatma ham o'pkani holati. Bir xil holatlarda keladi. Yaqinda bir 3 oymi 4 oy oldin bitta bola keldi, 16 yosh bola, 16 yosh. Surxondaryo viloyatidan edi. Yillar davomida ko'rsatishgan, operatsiya qilish kerak deb etilgan. Oldin bu operatsiya balki qilinmagandir O'zbekistonda. Chet el ketishga sharoitligi bo'lmagan u paytda. Hozir endi qilinyapti, lekin bola уже kechga qolgan. Hozir aorta bilan o'pka qon tomiri yurakning o'ng tomonidan chiqib qolgan, plus teshiklar bor. O'pkada asorat kuchli-da. Uni to'g'rilasangiz, o'pka qabul qilmaydi uni. U holatlarda bu operatsiyaga tekshirib ko'rdik, qarshi ko'rsatma bo'lgani uchun ming bor uzr so'rab bolani qo'yib yubordik uyiga. Faqatgina dorilar bilan yuradi. Bu yo'g'i Alloh bergan umrini yashaydi, lekin bunaqa holatlar ming afsus O'zbekistonda ko'p uchraydi. Chet elda mana hammamiz o'zimiz ham Yevropada ko'p ishlaganmiz, o'qiganmiz. Chet elda nuqson bilan tug'ilgan bolani operatsiya qilmasa, ota-onadan olib qo'yadi bolani. Organ opeki deydi, organ opekiga beradi bolani. O'zini paytida ota-onasi operatsiya qildirmasa, vrach tomonidan o'sha ijtimoiy himoya agentligiga o'xshagan o'sha qanaqadir o'zini anaqasi bor, o'sha yoqqa beriladi. Ular bolani ota-onadan olib qo'yadi, davlat olib qo'yadi bolani, operatsiya qildirib boshqa oilaga topshirib yuboradi. Sen bolani hayotiga xavf tug'diryapsan deb. Bizda bu narsalar yo'q, bunaqa narsalar ishlamaydi, lekin ota-ona bolaga javobgar. Bola nuqson faqat tug'ma nuqson emas, bola kasal bo'ldimi, qanaqadir kasal bilan tug'ildimi, o'shani hal qilish kerak. Chunki ota-ona bola o'ziga o'zi javob bera olmaydi. Ota-ona javob berish kerak. O'zbekistonda qaysi turdagi operatsiyalar hali rivojlanmagan? Agar bolada mana shu xastalikni turi boshqa bo'lsa, qaysi holatlarda xorijga, ya'ni yuborishadi? Xorijga hozir hech kim ketayotgani yo'q. O'zi agar добровольно ketmasa, atak hech kim ketayotgani yo'q xorijga. Demak, hamma savolga javob O'zbekistonda bor. Tibbiyotda. Tibbiyotda hozir bolalar doirasida даже mana organlarni transplantatsiyasi faqat hozir yurak qilinmaydi, mumkin emas. Kostniy mozg deymiz, ilik ko'chirib o'tkazish, leykoz holatlarda yoki boshqa holatlarda даже u ham bolalarda qilinyapti. Masalan, kostniy mozg operatsiyasi 150 ming, 200 ming dollar turadi. Har bitta protsedurasi chet elda. O'zimizda qilinyapti shu narsalar, davlat tomonidan bepul qilib qilinyapti. Xuddi shunaqa yurak operatsiyalari ham. Hozir chet elga borib operatsiya qildirishdan hech qanaqa yo'q. Hech qanaqa hojat ham yo'q. Chunki O'zbekistonda Toshkentda shu 2-3 ta klinikalar bor. Biza o'sha bolalar milliy markazi, Vohidov nomli markaz, hammamiz mana Sampi bolalar milliy markazi, Vohidov markazi asosan shu katta sentrlar O'zbekistonda o'sha bir kundan boshlab tug'ilgan bolalarni hamma turdagi operatsiyalar, faqat yurak ko'chirib o'tkazishdan tashqari qolgan hamma turdagi operatsiyalarni operatsiya qilamiz, hammasini.
bolalar shamollaganda ba'zida onalar e'tibor berishmaydi, o'tib ketadi, dori bersam deb o'ylashadi. Lekin qattiq shamollash natijasida e'tibor berilmaganda yurakka ham ta'siri bormi? Bor. Infeksiyalar, hamma infeksiyalar bu bakteriyalar hammasi mishishniy organlarni yaxshi ko'radi. Mishsasi bor, именно mushak bor organlarni yaxshi ko'radi. Yurak mushaklardan iborat. Bakendokardit deymiz, perikardit deymiz, kardit holatlari bu именно o'sha infeksiya shamollashdan keyin o'sha infeksiya yurakka o'tirib qoladi. U og'ir holatlarga olib keladi. Yurakni o'sha urish kuchi kamayib ketadi. Fraksiya vibratsiya deydi, urish kuchi kamayib ketadi. Klapanga o'tirib qolsa, klapan yemirib tashlaydi. Unda erib ketgan klapanlarni ko'rganmiz. Ochganda 1 yil oldin klapan bor, yaxshi shamollagan bola infeksiya klapanga o'tirgan, 1 yil ichida yo'q qilib tashlaydi klapan. O'tga endi faqatgina sun'iy klapan qo'yish kerak. Bola o'sgan sari har 5 yilda, 10 yilda klapan almashtirib turish kerak bo'ladi keyin butun umrga. O'shaning uchun shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun bolalarga shamollaganda e'tiborli bo'lish kerak. Uyda o'z boshimchalik bilan bolani davolash kerak emas. Albatta har doim pediatrga murojaat qilish kerak. Pediatr ko'rib, srazu antibiotiklar deb bosib tashlash kerak emas. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Virusli kasallar bor. Unda antibiotik pasti ishlamaydi. Suyuqli ko'proq ichirish kerak bolaga. Simptomatik davolasa, o'zi bolani o'zi virus bilan kurashadi. Endi isitmasi chiqib, pnevmoniyaga o'tayotgan bo'lsa-da, unda o'sha antibiotik terapiya, antibiotiklar boshlanishi kerak. Baribir ham nima holatda bo'lgan taqdirda ham bolani uyda samostoятельно davolash kerak emas. Men o'zim bolalarimni ham pediatrga olib boraman. Men o'zim butun umr bolalar bilan ishlayman, lekin o'zim bolalarim kelganda pediatrga olib borib chumchuq so'ysa ham qassob so'ysa. Pediatr ko'rsataman. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar yig'laganda og'zini atrofida ko'karishlar paydo bo'ladi va bu ham yurak xastaligidan nuqson bo'lishi mumkinmi? Bu ham 50-50 savol. Yurakdan ham bo'lishi mumkin. 50% holatlarda ekokardiografiya qilinsa, yurakdan kelib chiqadi. Lekin 50% holatlarda ekokardiografiya o'zi bunaqa holatlarda hammasi ekokardiografiya qilish kerak, tekshiruv o'tkazish kerak. Sog'lom bolada ham yurak anaqalar yuzlarning atrofi, ko'zlarning, og'izlarning atrofi ko'karishi mumkin. Bu bolamizning terisi mayin hali o'shandan dalolat beradi. Qon tomirlar qanchalik teriga yaqin joylashgan bo'lsa, teri yupqaligiga qarab, o'sha yig'lagan paytda kislorodga talab oshganda ko'karishi mumkin. Sog'lom holatda ham. Bola katta bo'lganda, teri qalinlashganda bu narsalar hammasi yo'q bo'lib ketadi. Lekin baribir ham tekshirib qo'yish kerak. Shu xotirjam bo'lish uchun. Nimadir o'tkazib yuborgandan ko'ra 1 soat vaqt ketkazib, bolani tekshirtirib, xotirjam darsh katta qilish kerak bo'ladi. Eng ko'p vaqt qancha ketadi operatsiya uchun? Necha soat davom etadi? Eng cho'zilgan vaqt? Mani holatimda, mani praktikamda 17 yildan beri kardioxirurgiyada ishlayman. Mani praktikamda 11 soatmi, 12 soat ishlaganmiz. 11 soat. 11 soat, 12 soat. Keyin bitta yosh katta odamni qilganimizda oldin ham bolalar ham kattalarni qilardik. Unda operatsiyonida 3 sutka qolgan bemorimiz. Qimillata olmaganmiz operatsiyadan. Bolalarda где-то 11 soat, katta odamda operatsiya qilingan, keyin og'ir holatda bo'lgan, sun'iy qonlanish apparatini o'chira olmaganmiz. U patsientimizni transportirovka qila olmaganmiz, qimillatishga sharoit bo'lmagan. 3 sutka davomida yopilgan holatda operatsiyonida sun'iy qonlanish apparatiga ulab qo'yib, yurak o'pkani ishlatmasdan sun'iy qonlanish apparatini 3 sutkadan keyin olib chiqqanmiz. Almashib, brigadali almashib 3 sutkada olib chiqqanmiz. Atak bolalarda eng ko'p operatsiyamiz 10-11 soat cho'zilgan. Обычно o'zi 3-4 soatda operatsiyani tugatamiz. Tushunarli. Misol uchun viloyatlarda ko'p uchraydi, qarindoshchilikdan ham shunaqa paroklar bo'lyapti. Buning uchun Qarindosh urug' oldin genetik konsultatsiyasidan o'tish kerakmi? Yo'q, qarindoshchilikni yig'ishtirish kerak. Mana shunaqa gap. Maksimalni uzoqdan olish, maksimalni uzoqdan. Boshqa qishloqdan yoki boshqa viloyatdan. Nodir aka, bu ham nisbiymi deyman-da, chunki men tanishlarim bor, qarindosh urug' bir-biri bilan chatishib ketganda turmushda. Yaxshi emas-da o'sha. Mana qara, ikki xil gen bor. Dominantniy, retsessivniy genlar bor. Hammamizda
genniy уровеньda mutatsiya bor hammada. Hamma 100%, 8 milliard odam bo'lsa hammada bor. Faqat обычно mutiruющий genlar, mutatsiyali genlar retsessivniy hisoblanadi. Ular yuzaga chiqmaydi. Dominantniy genlar yuzaga chiqadi. Endi qarang, 50% otadan olyapti, 50% onadan olyapti. Bundan ham eng yaxshisini olishga harakat qiladi dominantniy genni. Oldi, qo'shildi, sog'lom bola tug'ildi. Endi yaqin qarindoshidan olyapti. Bunda уже retsessivniy geni bor. Undan ham olayotganda retsessivniy genlar uchrashib qolish ehtimoli 50%. Tushuntira oldimmi? Qarindosh uruvchi, yaqin qarindoshlikda eng ko'p genetik tug'iladigan holatlar bu yaqin qarindoshlikda. Chunki именно genniy уровеньda retsessiv o'sha mutatsiyaga uchragan genlar bir-biri bilan uchrashish ehtimoli katta. O'shaning uchun yaqin qarindoshdan mumkin emas. Hammasi nuqson bilan, hammasi genetika bilan tug'iladi degani emas, lekin ikkitadan bittasi yoki kelajakda bularning farzandi genetik qanaqadir nuqson bilan tug'ilish ehtimoli juda ham katta. Metislar bu e'tibor bersangiz ham chiroyli bo'ladi, ham bo'y baland. Metis bu nima degani? Ikki xil xalqdan boshqa xalq, o'zbek, tatar yoki o'zbek rus yoki rus, ingliz farqi yo'q. Bu nimaga unaqa chiroyli tug'iladi yoki aqlli, baland bo'yi anaqa tug'iladi? Chunki bu gendagi eng yaxshi 50% ni oladi, naryol gendagi eng yaxshi 50% ni oladi, bola. Tushunasizmi? Ikkita xalqdagi eng yaxshi foizni, anaqasi, eng yaxshi narsasini genini oladi metislar. O'shaning uchun qanchalik begonadan, qanchalik uzoqroq oilaga boshqa oila uzoqroq bo'lsa, bir-biriga bog'liq joyi kamroq bo'lsa, bolalarimiz shunchalik aqlli, sog'lom tug'ilish ehtimoli juda ham katta. O'shaning uchun maksimalni begonadan kelin qilish kerak yoki kuyov qilish kerak. Bizda o'zbeklarda yaxshi ko'rishadi, ana ammeni o'g'liga borib kel yoki ana ammeni qizi chiroyli ekan, xolangning qizi unaqa ekan, yo'q, mumkin emas. To'g'ri. Mumkin emas. Bu kelajak uchun yaxshi emas, farzandlar uchun. O'sha nima deydi? Keyinchalik baribir ta'sir qilishi mumkin. Ta'sir qilishi mumkin emas, 100% ta'sir qiladi. 100% ta'sir. Bu tasdiqlangan narsa, bu genetika, bu bor narsa. Genetika bor narsa, bu balki yaxshi bo'lib ketar deyish noto'g'ri-da. Sizlarga уже butun ana uchovinglar, butun dunyo olimlari million pul ishlatib, har xil kompaniyalar, tadqiqot o'tkazadigan joylar o'sha genlarni hammasini уже yasab ham chiqishgan. Hozir 3D formasini yasashyapti hozir, anaqalarni. Genlarni 3D formasini yasashyapti, чтобы anaqaga tuzalmaydigan Alzheimer yoki Parkinson yoki har xil mana bu rak kasalliklariga dori topish uchun hozir искусственный intellekt bilan qo'shilishib genniy injeneriyada 3D modellarni yasashyapti. Shu именно genlarga ta'sir qilish uchun. Bu narsalar уже tasdiqlangan. O'zbekistonda nimagadir bu narsaga juda ham yengil qarashadi. Yevropada lekin rivojlangan, o'sha Amerikaga ko'p borganmiz, Yevropaga, boshqa davlatlarga bu narsa ancha uzoq. Yaqin qarindoshlik, kuzina deydi ruslar masalan yoki ani двоюродная sestra deydi, brat deydi, boshqa deydi. Haqiqatan xolavachchalar, ammavachchalar yoki boshqalar bir-biriga oq uka-da. Shuning uchun bu narsa menimcha etik tomondan ham o'zi noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu narsadan uzoqroq ishlash kerak bolalarni baribir. Aziz yurtdoshlar, sizga kardioxirurgiya qiziq bo'lsa va Nodir Ibragimov bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Clinics o'zining quyidagi raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Nodir aka, suhbat uchun kattakon rahmat. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz O'zbegimning qahramonlarisiz. Rahmat. Chaqirganingiz uchun rahmat. Ishlaringiz rivoj bersin. Clinics o'z bilan biz ko'p yildan beri birga ishlaymiz. Faqatgina O'zbekiston emas, bularga chet eldan ham ko'p murojaat qilishadi. O'sha Google kirib poiskga yozilganda kardioxirurg kerak yoki to'mir nuqsonlari deganda Clinics o'zi chiqadi har doim. Juda ham xushmuomalali qizlari ham, o'sha operator qizlari ham hammasi xushmuomalali. Har bitta patsientga, har bitta kasalga jon kuydirishadi, bir xillarda bizga tashashadi, "Men buni ko'rib bering" deb, biz operatsiyada bo'lamiz. Nodir aka, iltimos ko'rib beringlar, anti kasal kutyapti, mana jon kuydirishadi har bir kasalga. Bu tomondan lekin juda ham yaxshi ishlashadi.
ishligiga rivoj bersin. Hammanglarga rahmat chaqirganingiz uchun. Farzandlarimiz sog'-omon bo'lishsin hammaliga. Rahmat. Bugungi suhbatimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing va fikrlaringizni albatta izohlarda kutamiz. Clinics.uz sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Clinics.uz. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Clinics.uz, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. yaxshi keyin qo'ya olasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера Olib bera olasizlarmi? Assalomu У вас alaykum. есть невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы.